Endi masalaga qaraymiz. Har bir qopchasi 10 kilogrammdan bo'lgan 6 qopcha un necha kilogramm bo'ladi degan savol qo'yilgan. Demak, buni yechishga o'tamiz. Demak, har bir qopchasi 10 kilogrammdan bo'lgan 6 ta qopcha un bor ekan. Endi buni chizaylik oddiy qilib esa mana. Birinchi qopchada ham 10 kilogramm bor. Ikkinchi qopchada ham 10 kilogramm bor. Uchinchi qopchada ham 10 kilogramm bor. Endi qopchalarimni qopchaga o'xshataylik. Bunda qilaylik. Qopcha 10 kilogramm. To'rtinchi qopchada ham 10 kilogramm bor. Bundoq qilib qopchani 10 kilogramm qilaylik. Beshinchi qopchada ham 10 kilogramm. Oltinchi qopchada ham 10 kilogramm bor. 10 kilogramm. Demak, 6 ta 10 kilogrammlik bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu necha kilogramm bo'ladi desa, 6 ko'paytiruv 10. 6 kara 10 bo'ladi. Ya'ni 6 ta 10 degani bu kara jadvaldan agar ko'radigan bo'lsak, 6 kara 10 60 chiqadi. 60 kilogramm bo'ladi. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, 6 ta 10 ni qo'shib chiqishimiz kerak. Ya'ni 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta 10. 10 ga 10 20, 20 ga 10 30, 30 ga 10 40, 40 ga 10 50, 50 ga 10 60. Ya'ni 60 chiqadi. Demak, 6 ta qopchada 10 kilogrammlik qopchadagi un 6 kara 10, ya'ni 60 kilogramm bo'lar ekan. Javob C.